kelganini qildi. Alloh taolo o'zi sabr toqat, sabr jamil bersin. Do'stlari bilan kulib davron. Shu devorga urilganda opa suyak singanmi boshda? Bu tomonda chicha sinish bo'lgan, keyin Mana shu qizchani ahvolini ko'ryapsizlar. Bundan 2 yil oldin soppa sog'lom holatda bo'lgan. Maktabdagi baxtsiz hodisa tufayli shu holatga kelib qolgan. Boshi bilan devorga qattiq urilgan. Yengil sotraseniya deyishgan boshida, lekin bora-bora mana shu rasmdagi holatga kelib qolgan. Bosh zarba yegandan keyin bir tomon suyak singan. Ko'ryapsizlar, mana singan. hozirgi kunda biz onkologiya bolnitsasida ximiya terapiyalarga yozib berishgan. 6 kurs ximiya terapiya olishimiz buyurilgan. Bundan keyin nur terapiyasi buyuriladi. O'smay qolsa boshiga keyin suyak qo'yishadi. Suyak u ham operatsiya deyiladi. Boshiga suyak qo'yish, mana bu nur operatsiyasi deyapsiz. Umumiy mablag' sizga qancha aytishgan? Nur terapiyasi 30 million deyishgan. Toshkentda boshiga suyak qo'yish operatsiyasi deylik 20 millionlarga tushadi. Hozirgi kunda endi o'sha ximiya muolajalarimiz har bittasi 5 milliondan oshiq bo'lsa, hammasini sanasa 100 millioncha pul ketadi. 100 million. Xo'jayingiz yo'q-a? Xo'jayinim 7 yil oldin vafot etgan. Yolg'iz o'zim 2 nafar farzandimni boqaman. Keyin mana shu yerda shishqa bo'lganda, mana shu shishqa vaqt o'tgan sari 1 yilda mana shu bosh ustida yana bitta bosh bo'lib qoldi-da. Sizlardan nima talab etiladi? Ro'za Ramazon oyingizlar. Shu videoni 5 ta 10 ta eng yaqin ehson qiladigan do'stingizga yuborasiz. Qo'lingizdan kelgancha ehson qilasiz. Videoga like bosasiz, azizlar. Kartalarimiz bor. Kim deb chiqadi? Madaminova Aziza Jalolovna deb chiqadi. Qaysi bankda ochilgan? Hamkor bankda ochilgan. Iltimos, saxovatpesha insonlar mana shu qizini tuzalib ketishiga, sog'ayishiga o'zlaring hissalang qo'shinglar. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Ehson qiluvchilarda Alloh sevuvchidir. Ko'chaga ham chiqmayapsizmi? Birontasi ko'rib qolishidan qo'rqasiz. Ishonaman, bolam yana qaytib o'sha davraga kirishiga, o'rtoqlarida sog'lom bo'lib o'ynab yurishiga ishonaman. Alloh hamma narsaga qodir. Yashashni xohlayapti qizim. Ko'ringlar azizlar, ko'zidan yosh chiqdi. Ko'zini yarmi qoldi xolos. Hammasi yaxshi bo'ladi, yig'lamang. Bilaman, bu darajada ahvoli og'ir, ayanchli bemorni ko'rmagansizlar. Azizlar, bu qizaloqning ismi Xadicha. Biz hozirda Farg'ona shahridan murojaat qilyapmiz. Qizaloqning holatini ko'ryapsizlar, juda ham ayanchli. Bundan 3 yil oldin Xadichaxon maktabda boshini devorga qattiq urib oladi. Boshida yengil sotraseniya deb o'ylashadi, lekin bora-bora bir tomon yuzi kattalashishni boshlaydi. Shu kungacha ona farzandini necha marta Toshkentda davolatdi, operatsiya qildirdi, ximiyoterapiya oldi, lekin hech qanaqasiga foydasi bo'lmadi. Mana ahvolni ko'ryapsizlar, bir tomon yuzi kattalashda davom etmoqda. Faqat ozgina ko'zi bilan og'zini ochiqligi qoldi xolos. Azizlar, videoni davomini ko'rishdan oldin shu videoni maksimalni 5 ta 10 ta do'stinglarga tarqatinglar, videoga like bosinglar, videoni istoriya qilinglar, kommentariyada saxovatpesha insonlarga atmetka qilinglar. Ko'proq kommentariy yozsanglar, videoni shunchalik ko'p insonlar ko'radi. Azizlar, hozirgi kunda Xadichaxonni birdan-bir yo'li Hindistonga olib borish qoldi. Hindistonda juda uzoq muddatli davolanishni boshidan o'tkazish kerak. Buning uchun 30 mingdan 40 ming dollar atrofida mablag' so'ralyapti. Yolg'iz ona, xo'jayinlari bundan 7 yil oldin vafot etgan. Pastda Aziza Madaminova nomida kartalar bor, onani o'zlarining nomida. Yana pastida Azimjonov Jasurbek nomida karta qo'yamiz. 24 soatli limitga agar karta tushib qolsa, ko'pchilik ehson o'tkaza olmaydi. Birinchi Aziza Madaminova nomidagi kartaga o'rnib ko'ringlar. Mabodo limit desa, pastdagi Jasurbek nomidagi kartaga o'tkazinglar. Bugun 30 sentyabr 2025-yil. Xudo xolasa mana shu videomizni
48 soatga ochamiz. 2-oktyabr kuni azizlar videoni natijasini qo'yamiz. 48 soat ichida mana shu qizchani operatsiyasiga yetadigan mablag'ni birgalikda xudo xolasa sizlar bilan jamlaymiz. Bundan 8 oy oldin Xadichaxonning videosini men Instagram profilimga chiqarganman. Sizlar bilan bir necha kun ichida $8,500 mablag' yig'ib onaga berganmiz. Toshkentda shu kungacha davolanishni olib bordilar, kimyoterapiya oldilar, lekin foydasi bo'lmadi. 8 oy davomida qizchani ahvoli yaxshilanishdan ko'ra battar yomonlashib ketgan. Qo'lingizdan kelgancha 10 ming bo'ladimi, 20 ming bo'ladimi, mana shu kartalarga ehson qilinglar. Videoni saxovatpeshalarga tarqatinglar. Umiddan o'zgan yo'q, yashashni xohlayapti. 48 soat ichida Xadichaxonni yaxshi insonlar yo'qlab 831 million so'm mablag' ehson jo'natishibdi. Assalomu alaykum azizlar, bugun 2-oktyabr kuni. Eslasanglar 2 kun oldin 30-sentyabr sanasida Farg'ona shahridan Xadichaxonda video murojaatini olib chiqqandik. Holatini ko'ryapsizlar, bir tomon yuzi ishib ketgan. Azizlar 2 kun davomida 48 soatda mana shuncha mablag' yig'ildi. 831 million so'm. Bu degani dollarga hisoblaganda $70 ming. Azizlar, haligacha insonlar yo'qlab kelishyapti, mana opani uylariga kelishyapti, bizga telefon qilishyapti. Hammadan Alloh rozi bo'lsin azizlar. Naqd olib kelib bergan insonlar bor. Bu yerda mana o'qituvchi bir opamiz 1 million so'm olib kelib berganlar. Toshkentdan Ziyoda opa $200 berganlar. Yana bir akamiz 5 million, yana bir akamiz 11 million. Toshkentdan Dostonbek 3 million. O'rtoqlari olib kelgan 1 million so'm. Qashqadaryodan masjidga gumbaz qo'yuvchi ustalar 40 million so'm olib kelib berishdi. Alloh rozi bo'lsin ulardan ham. Yana bir akamiz Rossiyadan 200 ming rubl zakot pullari bor ekan, bank orqali jo'natishdi. $2352 bo'ldi. Undan tashqari azizlar, kartalarga yig'ilgan mablag'lar hamasini qo'shib hisoblaganda 831 million so'm. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Xadichaxondan ham Alloh rozi bo'lsin, shifo topsin. Hammalaringga rahmat, minnatdorman. Amerikadan yo'qlab telefon qilishdi, Rossiyadan, Koreyadan, Turkiyadan, Yevropadan, qayerda o'zbeklar bo'lsa, qayerda musulmonlar bo'lsa, yo'qlab ehson tomonlama ham yordam berishdi. 70 mingdan ko'p insonlar kommentariy yozib Xadichaxonni haqqiga duo qilishdi. Yaqin orada Xadichaxon onasi bilan hamrohlikda Germaniyaga uchib ketishadi. Biz videoda Hindiston degandik, Hindiston bilan Turkiya bilan rosa bog'landik. Afsuski bu davlatlarda nevroxirurg unchalik rivojlanmagan ekan. Aniqrog'i 99% ga Germaniyaga ketadigan bo'lishdi. Aeroportgacha olib borib kuzatamiz, bu haqda videolar qo'yamiz. Bu videoni shu ehson jo'natgan, duo qilgan insonlar yana qayta ko'rishi uchun hammaga tarqatinglar. Alloh rozi bo'lsin. Azizlar, mana biz Farg'ona shahridagi Asaka Bank filialiga keldik. Mana barcha pullar Xadichaxonning onalari Aziza opani nomlariga omonatga qo'yildi. Xudo xolasa Germaniyaga borishsa, pul avtomatik kasalxonaning shod raqamiga yuboriladi. Mana hammadan Alloh rozi bo'lsin. Go'daklikdan boshkinamga balo keldi, yog'ilib qo'sha Ertalabki soat 6 Toshkentdan Anqaraga uchyapmiz. Xadichaxon shu yerda. Assalomu alaykum azizlar, biz Anqara shahriga yetib keldik. Xadichaxon mana onalari Aziza opa. Assalomu alaykum azizlar, hammalaringga rahmat. Mana Xadichaxon bilan uzoq yo'lli safarimiz yakunlandi. Xudoga shukr, yetib kelib oldik. Tez orada ilk tekshiruvlar bo'lib, bo'limga olinadi. Doktorlar kelishdi. Rahmat hammaga. Allah bilir, anjiyoplastom hadisi, hemanjiyomisi. Rafat hocamiz bemorda ilk ko'rikdan o'tkazdilar. Yana ham kattalashibdi. Men videoda ko'rganimdan ancha kattalashgan deyapti. Hozir oqshomga angiografiya qilib ko'ramiz. Agar bu olish mumkin bo'lsa, olamiz. Ya'ni yordam beramiz. Qo'limizdan kelgan hamma yordamni beramiz. Bizda bunaqa kasallar bo'lgan, lekin bunda slishkim o'simtani nimasi tez o'syapti. Shuning uchun tez yordam berishimiz kerak deyapti. Hozir bo'limga emas, bir yo'lli reanimatsiyaga olishyapti bolani. Azizlar, eshitdinglar? Videoni hammaga tarqatib like bosib qo'yinglar, chunki Xadichaxonga ko'pchilik yordam berdi. Ko'pchilik
natijani bilishni xohlaydi. Videoni tarqatinglar. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Biz yaxshi niyat bilan keldik. Inshaalloh O'zbekistonga yorug' yuz bilan qaytamiz, qizchamizni davolatib. İçimdagi dardlarimga darmon yo'q sendan bo'lak. Rahim qilgin bu holimga, rahmon yo'q sendan bo'lak. Gar uzun sayrda tavoning. Assalomu alaykum azizlar. Oldingi videolarni ko'rgan bo'lsanglar, biz Xadichaxon onalari Aziza opa, mana Muazzam opam Toshkentdan Anqaraga uchib kelganmiz. Bugun 7-oktyabr sanasida angiografiya qilishdi, bolani imbolizatsiya qilishdi, ya'ni tomir imbolizatsiyasi. Opa, angiografiya nima deganini tushuntirib bering. Angiografiya o'sha tomirlarda, ya'ni o'simtani nima qilayotgan tomirlarda hammasini ko'rib, tekshirib va u bilan birgalikda embolizatsiya qilindi, ya'ni o'simtani oziqlantirayotgan tomirlarni oziqasidan kesishdi. Professor o'zlari chiqdilar, gaplashdik. Agar ertagacha endi o'sha o'simtani oziqlantirayotgan tomirlarni biz bekitdik, oziqasini to'xtatdik. Ertagacha bu ishlar qaytsa, bizda yana bitta shans paydo bo'ladi operatsiya qilishga dedi. Demak, opa, qani soddaroq tilda tushunadigan bo'lsa, azizlar, daraxtni shoxini ming kesganingiz bilan tomir joyida bo'lsa, yana qaytadan o'sadi-yu, o'sha tomirni kesishmoqchi. Oziq kelib turaverganda, u nimaga bu qiz bunchalik shishib ketgan deyapti. O'sha birinchi operatsiyasida tomir to'lig'icha embolizatsiya qilinmagan, ya'ni o'sha o'simtani oziqlantirayotgan tomir to'lig'icha embolizatsiya qilinmagan. Hozir aytiladiki, bittasini yopgan bo'lishi mumkin. Biz hozir 4 ta tomirni yopdik, deyapti. Xadichaxonni shu yerga kelib, mana shunaqa amaliyotlar olish uchun beminnat hissalaring qo'shganlaringga rahmat hammalaringdan. Yana bitta iltimosim bor sizlarga, ahli insonlar, madrasani bitirgan qori va qoriya qizlarimiz. Inshaalloh Qur'onni xatm qilishga imkoni bor insonlar Xadichaxonni haqqiga atab mana shu Qur'onlarni xatm qilib duo qilib qo'ysalaring, duolaringda eslasalaring, Alloh duolarida eslayuvchi insonlarda duolarni ijobat qiladi. Xadichaxonga hozir hammadan ham duo kerak. Iltimoslardan xatm qilgan Qur'onlaring bo'lsa, Azizbek qizi Xadichaxonga atab beringlar. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan, rahmat. Xadichaxonni hayotini muntazam kuzatayotgan insonlar videoni ko'rish uchun albatta tarqatamiz, videolarni kutinglar. Gar uzun sayrda tavoning, kimirlanib ketsa zamoning. To'rdan 3 qismi pachisi ochildi. Azizlar, biz reanimatsion bo'limdamiz. Xadichaxonni ko'rgani kirdik. Videoga olish mumkin emas ekan, zo'rg'a olyapman. Kecha angiografiya qilib 3-4 ta tomirda embolizatsiya qilishgandi. Mana shish ancha qaytgan. Ko'zi to'rdan bir qismi ko'rinib turuvdi. Mana to'rdan 3 qismi pachisi ochildi. Mana bitta shish ozgina qaytdi, keyin bu tomonidan qaytgan. Endi bugun doktorlar mana shu shishni yana qanchalik darajada kichrayishiga qarab turib operatsiya qilmasligini hal bo'ladi. Azizlar, Xadichaxon haqida yaxshi va yomon xabar bor. Opani o'zidan eshitamiz. Assalomu alaykum, avvalambor. Holatidan ham ko'rib turibsiz, vaziyat jiddiy, juda ham jiddiy. Endi bu holatda biz o'zi eng avvalambor maqsadimiz Germaniya edi, lekin Germaniyadagi professor o'sha 2 oy oldinga bizda navbatlar bor va 2 oy tursa bu qiz vafot etadi deb ayni shu yerdagi vrachlarni tavsiya qilishgandi. Germaniyadagi doktorlar o'zlari tavsiya qilishgandi. Mana shu Turkiyada shu vrachlarga murojaat qilinglar. Buni o'zlaringiz ko'rdingiz, Hindiston olmadi, Istanbul olmadi va biz shu Anqaraga keldik. Peshona sohasi tepasidagi shishlar ham qaytgan, lekin hali to'liq shish qaytgani yo'q. Qisqa videolar Telegram kanaliga qo'yib borilyapti. O'tib obuna bo'lishlaring mumkin. Bu videoni esa Xadichaxonni kuzatib borayotgan insonlarga tarqatib qo'yinglar. Mana kuchini ko'ringlar mana. یعنی 100 سال دیگر بهش حسی که داری. Azizlar, Xadichaxonni operatsiyasining eng og'ir jarayoniga yetib keldik. O'zbekistondan Turkiyaga kelganimizga bir necha kun bo'lgan bo'lsa, nafaqat biz millionlab insonlar Xadichaxonni operatsiya bo'lishini kutishmoqda.
Azizlar, bugun 9-oktyabr, Anqarada soat adashmasam ertalabki kunduzgi 11. Hozir eng og'ir jarayoniga olib kirib ketishdi. Ya'ni boshdan orqasidan peshonagacha bo'lgan o'sha katalashib ketgan ishni olib tashlash bo'ladi birinchi etap. Operatsiya taxminan 9 soat, 10 soat davom etar ekan, balki undan ko'proq. Shu kungacha azizlar Ehson tomonlama juda ko'p yordam qildinglar, alhamdulillah. Endilikda faqatgina duo yo'li bilan qutqaramiz qizimizni. Bir inson duo qilsa qayerda, millionlab insonlar duo qilsa qayerda. Azizlar, ozroq kaftingizni duoga oching. Qizimizni duo qiling. Duoda bo'linglar yaxshilar. Hammalaring Hadichaxonni shifo topish uchun kimki qandayki o'zini yordamini ko'rsatgan bo'lsa, hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Hadichaxonni shifo topishiga, komil shifo topishiga sabab bo'linglar Allohim. İnşallah Allah qadir qiladi. Azizlar, oradan 9 soat o'tdi. Hadichaxon operatsiyadan chiqdi. Hozir reanimatsion bo'limda. Opa, ko'rib chiqdingizmi? Ha, ko'rib chiqdim. Hozir o'simtani 100dan 95% olindi. Mutaxassislar faqat bir qismini olamiz deyishgandi, lekin holat nihoyatda kritikligi uchun o'sha jag'dagi hamda peshonadagi hamma o'simtalar olingan. Afsuski, o'sha chap ko'zni saqlab qolishda iloji bo'lmagan. Chap ko'zni chunki o'simta butunlay egallab olgan ekan. Chap ko'z hamda burunning bir qismi bilan olib tashlandi o'simta. Endi professor, ya'ni mutaxassislarning aytishlari bo'yicha bu kecha nihoyatda og'ir kecha, duoda bo'linglar. Agar bu kechadan o'tib oladigan bo'lsa, bola yashab ketadi deyishdi. Bolalarga deyarli 4 litr qon quyildi. Ya'ni o'zini qoni umuman nima bo'lmadi, qon quyildi, plazma quyildi deyishdi hozir. Agar bola bu kechadan o'tib oladigan bo'lsa, o'sha inshaalloh Alloh qadir qiladi. chap ko'zini ham Alloh qadir qiladi, buyuk Alloh. Plastik jarrohlik yo'li bilan tikilaveraman deyapti. Azizlar, eng og'ir kechaga yetib keldik. Bugun 9-oktyabr. 24 soatda agar qizimizning ahvoli yaxshi tursa, doktorlar umid berishdi. Hozir men aybdorlarni qidirish niyatim yo'q, lekin boshqa bolalar bunaqa holatga tushmasin. Juda og'ir holat. Tashish yo'q, ko'ryapsizlarmi? Olib tashladi. Azizlar, Hadichaxon o'ziga kelgan, kecha ko'zini ochdi bir marta. Hozir holati mana shunaqa. O'zi azizlar, reanimatsion bo'limda videoga olish mumkin emas, zo'rg'a amallab olyapman. Haqqiga duo qilinglar. Ancha holati yaxshi, lekin baribir holati stabil og'irligicha qolyapti. O'zingiz ham ko'rdingiz ichkaridagi holatni. Lekin umid bor, Xudoga shukr. Vrachlar bugungi tunni yaxshi o'tkazdi, ko'zini ochdi, o'sha nimasini o'simta bormi yo'qmi deb qo'llari bilan ushadi. Keyin yo'qligini sezib, keyin yo'q, bo'ldi, tugadi, qutulding bundan deb ma'munda qilsak, ko'zidan yosh oqdi dedi. Hadichaxonni kirib ko'rib chiqdim. Tinmasdan nafas olyapti. Bu dardni yengib o'tadi, men ishonaman. Allohga topshirgan, Alloh berguvchi, ishonaman. Sizga ham rahmat dadaxon. Eng og'ir pallada ham ishondingiz Allohga? Albatta, Alloh berguvchi, Alloh berguvchi men. Azizlar, Hadichaxon o'ziga kelsa, ko'zini ochsa, gapirishni boshlasa yana video qo'yaman. Bilaman, juda ko'pchiliginglar duo qilyapsizlar, uni keyingi videolarni kutyapsizlar. Hammadan Alloh rozi bo'lsin azizlar. Doktorlar endi ko'p qolishimizga yo'l qo'ymadi. Hali ahvoli baribir o'zingizlar bilasizlar, yaxshilanmagan. Tezkor videolar azizlar Telegram kanalida chiqadi. Istoriya orqali, silka orqali kirishinglar ham mumkin. Profil shapkasida ham qo'yilgan. Hammadan Alloh rozi bo'lsin.
shu kungacha Hadichaxon haqida nechta video qo'ygan bo'lsam, hali hech kim Hadichaxonni o'zini og'zidan chiqqan gapini eshitmagandi. Sababi o'zingizlar bilib turibsizlar, og'zi yopilib qolgandi. Lekin men telefonning arxividan Hadichaxonni 1 yil oldingi videosini ko'rib qoldim, topib oldim. Kelinglar shu videoni birgalikda ko'ramiz. Ertaga men operatsiyam. Mashish olishadi. Kemani matematik bo'lib qoladi. Keyin reanimatsiyaga olib kirib ketishadi. Keyin kech payt kiradi, ovqat bergani. Keyin yana ertalab 8da chiqaman, 8:30da. Keyin yotaman palatada. Kapelnitsa olaman. Keyin privatska qilgani kiraman. Shundayda. Ya Allah. Bir iltimos qilyapman sizdan ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Men sizdan iltimos qilyapman. Xadija opani shifoni bersin ya Allah. 72 Gah o'zgarar sokin hayot, kimdir to'sar daryoni ham. Azizlar, Hadichaxon haqida xushxabar bor. Bilasizlar, kuni kecha operatsiya bo'lgan. Hozir izolyatsiya xonada, ahvoli yaxshi. Hadichaxonda operatsiya qilgan doktorlarning aytishiga qaraganda, o'simtani 95% olib tashalgan. Endi esa qolgan 5% o'simta nur yordamida butunlay tak-tugi bilan yo'qolib ketar ekan. Hozir shuni ustida ishlashyapti ekan. Azizlar, juda ham muhim xushxabar bo'ldi biz uchun. Xudo xolasa boshqa yuzi shishib ketmaydi, keyinchalik sog'lom hayotga qaytadi. Bu muhim xabarni hammaga tarqatib qo'yinglar. Yana bir muhim yangilik, boshqa hech qanaqa davlatga borishi shart emas ekan, shu yerda butunlay tuzalib O'zbekistonga qaytadi. Azizlar, qaytadi. Hozir biz birinchi etap operatsiya uchun to'lovini qildik. Xudo xolasa ahvoli yaxshilansa, qachonlardir shu yerda yuzi tiklanadi, protez ko'z qo'yiladi, sog'lom hayotga qaytadi. Hammadan Alloh rozi bo'lsin azizlar. Keyingi videolarda kutinglar. To'xtatiladi inshaalloh. Butunlay bu o'simta Hadichaxonni tanasidan, butun vujudidan yo'q bo'lib ketilish uchun imkoniyat borligini eshitib, butun hamma duolar uchilganligini his qildim. Oqqan daryo oqmay qolmas, butkul to'xtab qolganda ham yoqqan go'zal yoqmay qolmas. Biz mana Hadichaxonni haqqiga duo qilyapmiz haram sharifda. Xalos qilganing bolam o'zga yurmagan. Qoldim sensizlikda men zardob ichib, onangni tashvishlarga qo'yish shartmidi? Bizlar Hadichaxonni ko'rgani kelyapmiz. Assalomu alaykum. Millionlab qora ko'zlar sizdan Hadichaxon haqida ma'lumot bilishmoqchi. Ahvoli qanaqa? Rahmat, yaxshi, alhamdulillah, ahvoli yaxshi. Xavfdan ancha yaxshi, Allohga shukr, sizlar duolaring bilan. Kecha sizlar ko'rgan holatda, men bu yuzi olingan tomoni yopiq holatda ko'rdilaring bildi bilan, endi bugun uni ochib qo'yishdi, sababiki tezroq yara bitishini xohlashyapti. Keyin u yerga plastik jarrohlar chaqirishgan, batga plastik jarrohlar kelib o'zini amalini bajarish uchun Hadichaxonni uxlatib qo'yishyapti. Sababi uyg'onib harakatga keladigan bo'lsa, yurak urishiga nagruzka kelib, ko'payib, yurak urishi ko'payib, o'ziga xavf bo'lishi mumkin ekan. Shuning uchun uxlatib qo'yishyapti doimiy. Hech qanaqasiga iloji yo'q. Sababi demak, o'sha yara ponni ochiq chuqurcha izolyatsion holatda, chunki yaraga bir tomchi havo ham infeksiya olib kirishi mumkin deyapti. Shuning uchun umuman kirgizishmadi. Meni ham ertalab juda ham qattiq steril holatga keltirib kirgizishdi. 15 daqiqacha turaldim xolos. Hadichaxonni haqqiga duo qilyapmiz haram sharifda, Ka'bani oldida. Butun yurt olamdagi bemorlar dardiga shifo bergan Alloh. Hadichaxonni ham dardiga Alloh o'zi shifo bergan. Mana Anqarada amaliyot o'tkazibdi, o'sha amaliyotini Parvardigor
o'zing yaxshi natijasini bergin. Amin. Ota-onasini oldiga salomat, xursandchilikda kirib kelishni Alloh nasib qilgin. Qaytib kelgin iltimos quzim, ko'zlarim shod etib to'kib yursa ulat. Sog'indim bolam ko'zlaringni. Nani yaratmasin ekan. Juda kuchli ko'rinib turgan, hamma narsaga chidab turgan ayol bir pasga davlenalari ko'tarilib, kuchli stress oqibatida hozir o'zi nimaga olindi. Azizlar, 3 kun Istanbulda yurib va nihoyat Anqaraga qaytdim. Hadichaxonni ko'rgani, afsuski hozirgacha Hadichaxonni ko'rmayapman. Mana onalari. Assalomu alaykum, yaxshilar, yaxshimisizlar? Hadichaxonni hozir ko'rib chiqdim. Reanimatsionda yotibdi. Operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi. Biz iloji boricha qizchani o'zini holidagi oldingi rasmidagichalik qilishga harakat qildik. Yuz, ko'z, burun, qosh hammasini tikladik dedi va shunday bo'ldiki, hamma narsa tortilib yopildi. Boshini shu joyiga ozgincha teri yetmay qolgan, deydi, shunchacha teri yetmay qolgan. Men o'zimni terimni beraman dedim. O'zini terisidan olib boshga ulab bo'lmas ekan, sababiki soch o'sishi kerak ekan. Shunda opa, siz hozir boshingizdan terini olib Hadichaxonga berasiz. Ha. Buning uchun sochni olishadimi? Albatta. Men ko'rganman. Deylik, ozmi ko'pmi hayot ko'rdim. Deylik, turmush qurdim, farzand ko'rdim. Shularni his qildim. U his qilgan yo'q, u his qilish kerak, u yashash kerak, bu kunlarni ko'rish kerak. Jonimni so'rasa, jonimni ham berishga tayyorman bolam uchun. Hadichaxon haqida yangilik kutayotgan insonlarga videoni tarqatib qo'yinglar. O'ziga kelishini, videoda gapirishini birgalikda kutamiz albatta. Opa, inshaalloh. Duolar uchilganligini his qildim. Alloh rozi bo'lsin duo qilganlardan. Azizlar, bir haftadan beri Hadichaxonni videosini ko'ryapsizlar. Kasalligi juda ham og'ir edi. Hindiston bilan bog'landik, ko'p davlatlar qaytarishdi, lekin Anqaradagi Luqmoni Hakim kasalxonasi tavakkal qilib Hadichaxonni olib kelinglar deyishdi. Mana videolarni ko'rdinglar. Hadichaxon og'ir yukdan qutuldi. O'sha kesib tashlandi. Endi plastik jarrohlik amaliyoti o'tkazilyapti. Bugun Luqmoni Hakimdagi o'sha menejerlar bilan suhbatda bo'ldik. To'liq videoni Facebookda joylaymiz, ko'rishinglar mumkin. Azizlar, bugun bu videoni qilishimiz sababi Luqmoni Hakimni O'zbekistonda, xudo xolasa, filialini ochishlikni biz menejerlarga tavsiya berdik. Bular o'ylab ko'ramiz deyishyapti. Sizlarga savol: Luqmoni Hakim Bolnitsasi universiteti O'zbekistonda ochilsinmi va ochilganda qaysi viloyatda? Toshkentdami, Farg'onadami yoki Vohadami? Qayerda ochilsin? Bu haqida yozib qo'yinglar. Sizlarga tashakkur. Hadichaxonni endi turkchani bilmayman. Hadichaxonni O'zbekistonga selamlar. O'zbekistonga selamlar. Halicha bizga emanet. Hadichaxonni ko'p davlatlar qaytardi, lekin sizlar Allohga tavakkal qilib qabul qildinglar. Sizlarga O'zbekiston xalqi nomidan tashakkur aytamiz. Qo'limdan kelganini qildim. Bo'ling. Voy. Innalillahi va inna ilayhi rojiun. Azizlar, Hadichaxon qizimiz omonatini topshirdi. Birinchi reys bilan Toshkentdan Anqaraga keldik. Allohning inoyati ekan, Hadichaxon qizimiz kechqurun 7-dekabr kuni omonatini topshirdi. Mana onalari Qadar akamni hamma eng yaxshi doktorlar qarashdi, eng yaxshi muolajalar qilindi. Lekin nekroz to'qima, o'sha o'simtani tagidagi nekroz to'qima ajratgan zahar tufayli, toksin tufayli, gigant bunaqa sarkoma o'simtalarda toksin bo'ladi. Toksin tufayli shu qon aylanish buzildi. Kechagi kunga qadar yaxshi edi. Istama chiqib turdi, lekin birdaniga qon bosimi tushib ketdi. Yana bir
taskin beradigan joyiki, yashadi, kuldi, ota-onasini tanidi, komada onasini tanidi, akasini tanidi, komada ketgani yo'q. Komada ketgani yo'q. Yuzlari chiroyli qilib qilingandi. Hali rekonstruksiya ketyapti, lekin afsus sepsis yo'l bermadi. Rozi bo'ling. Roziman. Qo'limdan kelganini qildim. Rozi bo'ling. Mehnatlaringizni qo'limdan kelganini qildim. Kimnidir so'maga bu dunyo arzimas fido bo'lishga, banda sen urinma xudo bo'lishga. Bu dunyo arzimas fido bo'lishga, banda sen urinma xudo bo'lishga. Har neki taqdirdir Allohdan bo'lana, shohmisan tayyor tur gado bo'lishga. Har neki taqdirdir Allohdan bo'lana, shohmisan tayyor tur gado bo'lishga. Farg'onaga yo'lga chiqyapmiz mana. Aka, yo'linglar bexatar bo'lsin. Endi sen do'stlaring qalbida mangu o'chmas xotirasan, aslo tark etmagansan bizni sen. Alloh taolo bemor bo'lgan bandadan hamma narsani ko'tarar ekan, yaxshi bo'lgan paytda hammasini qo'yayotgan joyiga illo gunohini qo'ymas ekan. Bemorlik bandaning gunohiga kafforat bo'ladi. Alloh taolo bu singlimizdan bandalik ila o'tgan gunohlarni o'zi afv aylasin. Qilgan solih amallarni o'zlariga hamroh qilsin. Bulardan qolgan onalari, ahli oilalari, farzand, o'sha musibat ahllariga Alloh taolo o'zi sabr, toqat, sabr jamil bersin. Do'stlar